Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, meni kuzatayotgan do'stlarimiz, ukalarimiz, farzandlarimiz. Albatta har bir chiqishni bunaqangi ijtimoiy tarmoqlarda jonli yayınga chiqishda o'zini mas'uliyati bo'ladi. Bu xalqimizning salovati bo'ladi. Albatta hurmat e'tibordan chiqmasdan hurmat bilan bir-birimizga mehr oqibat bilan muomala qilsak, odob doirasida juda yaxshi bo'ladi. Kamina bobangiz Shonazar Ibrohimov. Kasbim albatta jurnalist, ham huquqshunos. Men hozir chiqmoqchi bo'lgan narsam, maqsadim, niyatim mana shu YouTube'ga to'g'ridan to'g'ri yo'yin qilishdi. Bu ham ruxsat bermasa ekan, YouTube uni sekin-sekin surishtirib, harakat qilib, men o'zim mana shunaqangi mashq qilib, mana endi hozir Facebook orqali chiqyapman. YouTube orqali ruxsat bermayapti. Sababi men qaysi bir nuqtai nazardan o'zimga obunachilar 50 ta yig'ishim kerak ekan. Mana shu shartlarni bajargandan keyin endi hozir menga shu yayinni qilishga ijozat berar ekan. Ana shuning uchun men mashq. Men hozir murojaat qilmoqchi bo'lgan narsam bu maqtanish ham emas, kekkayish ham emas. Meni o'zimda bir necha yillar oldin, mana hozir kechirasiz, soqoli qo'yganlar, u paytida mo'ylovim bo'lgan. Shu paytlarida endi bir necha yillar ertalabga chiqib jismoniy tarbiya qilib, mana shu tabiatni qo'ynida, ana shundan bir yili meni shu yerda shu sport nimamiz bor, klubimiz, o'sha joyda stadion bor, o'sha joyda stadion yuguraman. Shunda o'sha klubni nimalari ham aytishdi. Baba aka, bu suratga tushib, anaqa qilib, videoga anaqa qiling, tushib bering. Men aytdimki, kimga kerak bor meni videoga chiqganlarimni dedim. O'zim asosan suratni shug'ullansam ham, fotojurnalist bo'lsam ham, nimagadir o'zimda shu namoyish qilib ko'rsatib, mana shunaqa deb turib ko'ngil tortmagan edi. Mana endi hozir shu suratlarimni sizlarga ko'rsatib, o'shani o'zlaringizni chiniqtirish uchun, o'zlaringizni sog'ligingizni tiklashingiz uchun, yoshlar yoshlikdan boshlasinlar degan ma'noda shuni men ko'rsatib hozir nima qilmoqchiman, sizlarga ilinmoqchimanda, shu sihat salomatlik tilab. Mana hozir surati birinchisini boshlayman. Albatta bu yalang'och bo'lishdan oldin, qorga yotishdan, qolda ishqalanishdan, unda yugurishdan oldin o'zingizni yurib bunday bir qizdirib olishingiz kerak hali nimada. Mana hozir bismillahirrohmanirrohim ko'rsataman suratda. Mana hozir o'sha nimani qilishdan oldin oddiy kiyinib olganman, lekin o'sha yili bu yerda aytishuvdi, o'sha qor yog'gan kuni, endi bu 2014-15 yillar edi. 28 gradus sovuq deyishgan. Mana hozir mana endi mana shunday yurib, oddiy hali sport kiyimida mana shunday qilib turib yurib o'zingizni qizdirib olasiz. Mana shunday nima qilib, mana suratimi endi bu mana hozir ko'rdingiz, meni nimam shu. Mana
mana shu o'tirib o'sha stadionda nima qilayotganim, mana yurayotganimiz yana mana shuni. Hozir endi men Facebookdan chiqayapman. Mana bu endi shu yotganimiz mana qorda yotganimiz. Endi buni me'yorida qilish kerak. Mana shu qorda yotganimiz me'yorida qilish kerak. O'zingiz mana masalan orqa bilan yotganda ham ko'p yotish kerak emas. 2 minut, 1 minut, 1,5 daqiqalar. Sababi pochkalarda shamollatmaslik kerak, ehtiyot bo'lish kerak juda. O'zingizni nima qilsangiz, mana shu. Endi buni doimiy, muntazam, sekin-sekindan hamma narsani ham sekin boshlash kerak. U o'zingizga kuch berib, men unday kuchli ekanman deb emas, o'sha o'zingizga sekin-sekindan. Mana bugun agar yarim minut maqsangiz, erta 3-4 kundan keyin 1 minutga chiqarib, 2 haftadan keyin 1,5-2 minutlarga chiqarib, mana shunday qilib odam juda rohat qilasiz. Endi bunga ko'nib ketsangiz, mana shunday qilib o'sha stadionimizda yurib kelgandan keyin ham uyga kelib idishimiz bor, maxsus o'sha suv quyadigan, sovuq suvga to'lg'izib qo'yib, mana hozir endi o'sha qorda ish qilanyapman. Hali yugurib, boshqa qilgandan keyin sekin kiyinib, mana qorda keyin uyga kelib turib, o'sha sovuq suvni ham ustimizga ko'pi bilan 1,5 minut, uzog'i bilan 2 minutgacha. Undan hali o'zingizni nima qilish kerak emas. Mana maza qilasiz. Mana shu qorda yurib bo'lib, boshqa qilib ishqalangandan keyin mana maza qilib, endi shu yerda mana bu suratga tushguncha, boshqa qilguncha endi qayerdadir bir yarim soat 45 minutlar o'tgan. Mana shunaqa yurganim. Endi bu men chiniqqandan keyingi meni holim, lekin u boshlashda albatta uzog'i bilan aytaman-ku, yarim minutga yetib yetmasdan uni me'yorida qilish kerak, me'yorida. Mana shunda maza qilasizda, juda odam rohat qiladi, taningiz ham shamollashni bilmaysiz. Mana shuni hozir men ko'rsatib sizlarga, buni hech maqtanayotganim yo'q. Kimlar agar hozir ham masalan 60 yoshga kirdingizmi, boshlashingiz mumkin. Albatta shu buni yoshlikdan qilib borsangiz, muntazam imkoniyatini qilib, bu juda ham ajoyib bo'ladi. Mana shuni hozir mana endi men hozir chiqayapman pryamoy efirda. Xudo xolasa buni YouTube'ga ham yuklab ko'rishga o'rganyapman. Mana hozir mana shu yerda mana shunday. Mana hozir men o'zimni ham ko'rsataman. mana shuning uchun bardam bo'lasiz, sog'lom bo'lasiz. Alloh taolo hammaga men shuni tilab duodaman. Kimga agar shug'ullanadigan bo'lsa, mana shuni men sizlarga ilinishni jazm ko'rdim. Endi buni aslo iltimos, men endi maqtanish yoki kekkayish, u nimadan o'tganmiz, yoshlik g'ururlaridan. Shuning uchun paydo bo'lsin sizlarga ham deb turib, mana shularni suratlarni ilinayapman. Allohim kim qilsa o'shani Allohim mustahkam sog'ligini bergay. Mana maza qilasiz, lekin bunga o'rganib olish uchun albatta mashaqqatli
o'zingizni ehtiyotlab, bu boyagi birovlarga ko'z qilaman deb emas. Mana hozir men shuni olganda ham ertalab odamlar tarqalib ketgandan keyin endi esdalik bo'lsa esdalik bo'lar. Mana bu sport o'sha klubini nimalariga ham o'sha talablaridek qilib berganmiz, bolalarga, boshqalarga o'rnak qilib ko'rsatgan bo'lishlari kerak. Mana shunday yugurib, oyoq yalang mana kuzdan boshlaysiz, yozdan boshlash kerak. Yozdan boshlasangiz oyoq yalang yurib chiqib mana shu qilayotganda. Endi hozir buni nimani ko'rsatuvimizni tugatamiz. Ana shuning uchun hammalarga sihat salomatlik tilayman. Ilinaman, Alloh taoladan duodaman. Kimdir agar o'shani qilinsa, o'zlarini sihat salomatliklarini berib, Alloh taolo qo'llab-quvvatlagay, shamollamaysizlar. Xayr, yana men endi ba'zi bir jiddiy chiqishlarni qilayotib, mana shunday o'rganishga harakat qildim. Endi tugataman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammangizlarga sihat salomatlik tilaymiz. Albatta yurtimizga to'kin sochillik, tinchlik, totuvlik, mehr oqibat yurtimizga doim duodaman. Ana endi tugataman hozir ko'rsatuvimni. Xayr, yana bu efirda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rishga. Endi mana hozir nimani oldim?